Koreya bog'chalarida 2 yoshdan boshlab pullik jismoniy tarbiya darsini o'tishar ekan. Shuning uchun bog'chasidan jismoniy tarbiya darsida kiyiladigan formasini 32 ming wonga sotib oldik. Kiyimini sifati unchalik yoqmadi, hattoki rezinka joyini ham quritish juda ham qiyin ekan. Va bu jismoniy tarbiya haftasiga 1 marta va bir oyning ichida esa 4 marta bo'lar ekan. Oyiga 18 ming won to'lanar ekan. Va faqatgina pul to'lagan ota-onalarning bolalari jismoniy tarbiya darsida qatnasha oladi, boshqa bolachalar esa xonasida jim o'tirishar ekan. Bog'chadagi hamma bolachalar jismoniy tarbiya darsiga qatnashishga haqqi bor deb o'ylayman. Bunaqa qilib ajratish kerak emas. Buni. 깜짝이야. 행복하세요? 엄마? 행복하지? E'tibor qilmaysizlar, Karis qaynonamga ba'zida shunaqa bachkana savollar berib turaman. O'g'lim bugun jismoniy tarbiya darsida shu mashg'ulotni qilibdi xolos. Keyingi videolarda ingliz tili va K-pop raqs darsi haqida ham gapirib beraman.